Assalomu alaykum. Keling, birga bomdod namozini o'rganamiz. Bomdod namozi 4 rakat bo'ladi. 2 sunnat, 2 farz. Namozni boshlashdan oldin niyat qilamiz. Shundan so'ng Allohu akbar deb namozni boshlaymiz. Avval tik turamiz. Buni qiyom deymiz. Shu holatda Fotiha o'qiymiz. Fotiha surasidan so'ng yana bir qisqa sura yoki oyat o'qiymiz. Masalan, Ixlos yoki Falak suralari. Keyin ruku qilamiz. Rukuda bel tekis bo'ladi, qo'llar tizzada bo'ladi. Rukuda egilgan holatda Subhana robbiyal azim deb aytamiz. Buni kamida 3 marta aytish mumkin. Rukudan keyin yana tik turib olamiz. Buni qavma deymiz. Rukudan turib olib, Sami'allohu liman hamidah deb, keyin Robbana lakal hamda deb aytamiz. Keyin sajda qilamiz. Sajdada peshona joy namozga tegadi. Sajdada Subhana robbiyal a'la deb aytamiz. Buni ham kamida 3 marta aytamiz. Sajdadan keyin ozgina o'tiramiz. Buni jalsa deymiz. Sajdalar orasida o'tirganda Robbig'firli deb aytamiz. Bu duo kechirim so'rash uchundir. Keyin yana bir marta sajda qilamiz. Shundan keyin keyingi rakatga turamiz. Sunnat namozda suralarni ichimizdan sekin o'qiymiz. Farz namozda esa bomdodda suralarni ovoz chiqarib o'qiymiz. Niyat va o'qiladigan suralar sunnat bilan farzda bir xil bo'ladi. Har ikkisida ham Fotiha surasi o'qiladi, undan keyin qisqa sura qo'shiladi. Farqi faqat o'qish ovozidadir. Oxirgi o'tirishda Attahiyatu lillahi duosini o'qiymiz. Keyin salovat va duolar aytiladi. Bomdod namozi juda barakali. Namoz o'qisak, Alloh bizni yaxshi ko'radi.